Muftiy Shafiy Usmoniy rahmatulloh alayhi tafsirini ko'rganimda eng go'zal tafsir shunga o'xshab qoldi keyin. Menga buni eshitganimcha Hazrat domlaning tafsirlari zo'rga o'xshardi. Uzr, o'rnida u ham gap yo'q. Lekin Muftiy Shafiy shunday tafsir qiladi, aytadilarki, ey Allohim, sani qo'lingda yaxshilik degandan ma'lum bo'ldiki, bu dunyo korxonasida yomon ishni o'zi yo'q ekan deydi. Yaponning korxonasidan chiqqan hamma narsa yaxshi bo'ladi-yu, ha bu dunyo hammasi Xudoning korxonasi bo'lsa, bunda yomon narsa bo'ladimi? Dunyoda turgan hamma narsa yaxshi ekan. Xo'p, savol paydo bo'ladi. Bu dunyoda qancha o'g'rilar bor? Qancha kofirlar yashayapti. Xudo bergan rizqni yeb, Xudoning nomini aytmasdan. Xo'p, ularni qanaqasiga yaxshi deysiz? Desa, yaxshiligi shu jihatdanki, biz to'g'rini, fazilatni o'g'riga qarab bildik. Musulmonda fazilatni kofirga qarab bildik. O'sha bir kofirni, shunday kofirni o'zini olib turib ko'rasangiz, dunyoda eng badbaxt yomon kishi. Ammo dunyoni ziynatlab turgan narsalar ichida u ham bor deydi. Kufr deydi Jaloliddin Rumiy. Kufr kofirga nisbatan olganingizda balo bo'lsa ham, uni Xudo yaratganligi uchun hikmat baribir deydi. Uni Xudo iroda qilganligi uchun hikmat bo'laveradi. Shu yerda chiroyli bitta misol bilan suhbatimning tafsirlarini yakunlay aytadilarki, bir oq yuzli odam betida qora xoli bor. Qora xolni shunday kesingda oling, ko'ring. Go'sht parchasini ichida qora xolda qangi xuning narsa bo'lmaydi. O'ta xuning narsa. Ammo o'sha yuzi oq chiroyli odamni yuzini ziynatlab turgan eng zo'r narsa qora xoli bo'ladi. Qora xolni o'zini olsangiz xuning, ammo hali butun yuz uchun o'ta chiroyli narsa. Haligi yomon odam, kofir, o'g'ri, boshqa narsalar alohida olsangiz yomon narsa, lekin dunyoning ziynatiga hissasini qo'shadi. Sheta aytadiki, demak Alloh taborak va taoloni bu dunyoda qilgan birorta ishidan bu hikmat bor bu ishda deb turib tan berish kerak edi, ayb oqtarmaslik kerak. Xudoning hamma ishida hikmat bo'ladi. To'g'ri, kofir qutulolmaydi. Men bu dunyoni ziynatlagan ekanman deb o'zi hisob-kitobdan qutulmaydi, lekin umumiy dunyo tepadan turib qaraganingizda dunyoni ziynatida hissasini qo'shgan bo'ladi. Ya'ni Xudo qilgan ish uchun, demak, biyadikal xoyr, yaxshilik hammasi sani qo'lingda, sani qilgan ishlaring hammasi yaxshi deyish kerak bo'ladi demoqchi.